Ayollar orasida eng ko'p uchraydigan holatlardan yana biri bu giperprolaktinemiya, ya'ni xalq orasida sut gormoni miqdorining oshib ketishi. Bu bizga nima bilan xavfli, qanaqa simptomlar kuzatilishi mumkin ko'rib chiqamiz. Giperprolaktinemiya holati bizda ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Birinchisi bu fiziologik holat, ya'ni tabiiy holatda prolaktin miqdori organizmda yuqori bo'ladi. Bu yuqori jismoniy zo'riqishlardan keyin yoki ayollarda o'sha jinsiy aloqadan keyin, emiziklik paytida, ya'ni laktatsiya paytida, homiladorlik paytida, turli xil kuchli stresslardan keyin, o'sha samolyotda uchgan vaqtda ko'p uchadigan qizlarimizda bu fiziologik giperprolaktinemiya holati kuzatiladi. Bu holatda ayolga hech qanaqa dorilar berish shart emas, ya'ni o'sha hayot tarzini bu holatga olib kelgan sabablarni bartaraf qilish orqali prolaktin miqdori tushishi mumkin. Keyingi holat bu biror bir kasallikning simptomi sifatida prolaktin miqdori yuqori bo'ladi. Bu birinchi o'rinda o'sha gipotireoz, ya'ni qalqonsimon bez funksiyasi buzilgan holatda. Keyingisi polikistoz, tuxumdonlar polikistoz sindromi bilan og'rigan qizlarimizda yoki buyrak usti bezlarining tug'ma yetishmovchiligi bor qizlarimizda, semizlik bilan aziyat chekadigan qizlarda o'sha kasalliklarning simptomi tariqasida prolaktin miqdori yuqori bo'lishi mumkin. Keyingi holat bu o'sha gipofizar sistemaga bog'liq bo'lgan holatda, ya'ni mikroadenomalarda, makroadenomalarda, ya'ni turli xil o'smalar holatida prolaktin miqdori yuqori bo'ladi. Bu bizga ayollar uchun nima bilan xavfli? Demak, prolaktin miqdori yuqori bo'lganda, bu o'z navbatida organizmda follikul stimullovchi hamda lyutillovchi FSH, LH gormonlarini sekretsiyasini buzadi. Bilamizki, bu gormonlar bizda hayz sikli, ya'ni menstrual siklni boshqarishda muhim ahamiyatga ega. FSH, LH sekretsiyasi buzilishi natijasida qizlarimizda hayz sikli buzilishi yuzaga keladi. Hayz sikli buzilishi natijasida esa ovulyatsiya buzilishlari, ya'ni ovulyatsiya bo'lmasligi, anovulyator sikllar yuzaga kelishni boshlaydi yoki umuman hayz sikli to'xtab qoladi, ya'ni amenoreya holatlari 6 oydan ko'p davomida hayz kelmaslik holatlari ham bo'lishi mumkin. Bu esa o'z navbatida qizlarimizda bepushtlik holatiga olib keladigan muhim faktorlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, prolaktin yuqori bo'lganda qizlarimizda simptomlar uchraydi. Birinchi o'rinda o'sha ko'kraklardan suyuqlik ajralishi, sutga o'xshagan yoki tiniq rangli suyuqlik ajralishi mumkin. Keyingi yana shikoyat bilan kelishadi. Ko'pincha juftliklarimiz libidoni, ya'ni jinsiy maylni tushib ketishi, pasayib ketishi. Bunda ham ayolda, ham erkakda albatta prolaktin miqdorini ko'rish kerak. Prolaktin yuqori bo'lganda bu jinsiy maylni yo'qolishiga sabab bo'ladi. Keyingisi bu ayolda o'sha depressiv holatlar, ya'ni depressiv holatga tushishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun agar sizda ham bu holat kuzatilsa, albatta birinchi o'rinda buni sababini aniqlab, bu fiziologik holatmi yoki biror bir kasallik, boshqa kasallikning simptomi natijasida yuzaga kelganmi yoki haqiqiy o'sha prolaktinomalar natijasida yuqori bo'lganmi aniqlab, prolaktin miqdorini tushirishga harakat qilish kerak va shundan keyin siz tez va osongina homiladorlikka erishishingiz mumkin.